Beraqa ko'rsat. Mana yangi nav pishish vaqtiga haligacha bor. Iyulga o'tadi. Hozir iyunning 27-chislosi. Tayini ko'rsat mana. Bu mana 3 yoshlik mana. Yulib olishim ham mumkin. 3 yoshlik O'zbekiston Respublikasida yangi nav, yangiliklardan kalibri 80-75 gacha boradi. Bu shoftolining navi Honix bo'ladi. Qani kommentariyada yozinglarchi, Honix so'zini o'zbek tiliga tarjima qilganda qanday ma'no beradi? Shoptolisini yegani kelaverasizlar do'stlar. Juda ham shirin va qizil, pishish vaqti yulga o'tadi, lekin eksport bob nav hisoblanadi. Eksport jarayonida bemalol, xolodilniksiz oddiy kamazda ham 10 kundan oshib yuriladi. Do'stlar, videoga like bosamiz. Qani kommentariyada javob kutaman. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlaridan yetishtirib qo'yganmiz, zakaz qilish uchun 94 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Salomat bo'lasizlar do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.